Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya yoshidagi har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 2026 yilda pensionerlar qaysi xizmatlar uchun to'lovdan ozod qilinadi? Qaysi holatda pul talab qilishlar noto'g'ri bo'ladi va qaysi joylarda aksincha imtiyoz avtomatik ishlamasligi mumkin? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari uchun ham kerak. Chunki ko'p hollarda keksalarimiz o'z haqini bilmagani uchun ortiqcha pul to'lab qo'yadi yoki bepul foydalanishi mumkin bo'lgan xizmatdan voz kechadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda, real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Qayerga borish kerak, qanday hujjat ko'rsatish kerak, kimdan nima talab qilish mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir qarashda kichik ko'rinsa ham oilaviy byudjet uchun juda katta ahamiyatga ega. Men amaliyotda juda ko'p ko'rganman. Pensioner inson davlat idorasiga, poliklinikaga, kommunal xizmat tashkilotiga yoki transport bilan bog'liq muassasaga boradi. Lekin u yerda unga to'lov qilasiz, kvitansiya olib kelasiz, arza berasiz, keyin ko'ramiz deyishadi. Kishi esa qonunni bilmagani uchun bahslashmaydi. Shunaqa bo'lsa kerak deb pul to'laydi. Aslida esa ayrim xizmatlar bo'yicha pensionerlar uchun to'liq ozod qilish, ayrimlarda chegirma, ayrimlarda navbatsiz xizmat ko'rsatish, ayrimlarda esa davlat hisobidan qoplab berish tartibi mavjud. Oldin bu masalada asosiy muammo shunda edi. Imtiyozlar bor edi. Lekin ular tarqoq hujjatlarda, turli qarorlarda, turli tashkilotlarning ichki tartiblarida ko'rsatilgan edi. Oddiy fuqaro, ayniqsa yoshi katta inson, bularning hammasini topib o'qib chiqish qiyin. Natijada pensioner qaysi xizmat bepul, qaysi xizmat pullik, qaysi biri mahalliy byudjet hisobidan qoplanadi, qaysi biri faqat ayrim toifaga tegishli ekanini ajrata olmasdi. 2026 yilga kelib pensionerlar uchun muhim bo'lgan yondashuv shuki, imtiyozdan foydalanish uchun odamning pensioner ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar ko'p holatlarda elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni avvalgidek hamma joyga 10 xil qog'oz ko'tarib yurish shart emas. Lekin bu umuman hujjat kerak emas degani emas. Amaliyotda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki elektron ma'lumot ba'zi hollarda nogironlik, yolg'iz keksalik kam ta'minlanganlik, urush yoki mehnat faxriyligi kabi maqomni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Eng muhim masala shuki, pensionerlarning hammasi bir xil imtiyozga ega emas. Oddiy yoshga doir pensioner bor. Nogironligi bo'lgan pensioner bor. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi bor. Yolg'iz yashovchi keksa bor. Ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan oila a'zosi bor. Qaysi xizmatdan ozod bo'lish aynan mana shu maqomga bog'liq bo'lishi mumkin. Endi men eng ko'p uchraydigan xizmatlarni birma-bir tushuntiraman. Birinchi yo'nalish tibbiy xizmatlar. Pensionerlar uchun eng dolzarb masala bu dori-darmon, tahlillar, shifokor ko'rigi, statsionar davolanish va reabilitatsiya xizmatlari. Davlat tibbiyot muassasalarida birlamchi tibbiy yordam, ya'ni poliklinikada oilaviy shifokor ko'rigi, asosiy maslahatlar, profilaktik ko'riklar ko'p hollarda bepul ko'rsatiladi. Pension odam men shifokorga kirish uchun alohida to'lov qilamanmi deb o'ylamasligi kerak. Agar bu davlat poliklinikasi bo'lsa va xizmat kafolatlangan tibbiy yordam doirasiga kirsa, u uchun pul talab qilishga asos bo'lmasligi mumkin. Masalan, 6-8 yoshli otaxon qon bosimi bilan doimiy ro'yxatda turadi. U oilaviy shifokorga ko'rinadi. Bosimini o'lchatadi, maslahat oladi. Kerak bo'lsa kardiologga yo'llanma oladi. Mana shu jarayonning o'zi pullik xizmat sifatida ko'rsatilmasligi kerak. Agar u davlat kafolatidagi tibbiy yordam doirasida bo'lsa, lekin otaxon men aynan pullik klinikada, aynan ma'lum professor ko'rigidan o'taman desa, bu boshqa masala. Xususiy klinika xizmatlari odatda bepul bo'lmaydi. Faqat alohida shartnoma, sug'urta yoki ijtimoiy dastur bo'lsa, unda boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, yetim 2 yoshli ona tahlil topshirmoqchi. Davlat poliklinikasida shifokor tibbiy ko'rsatma asosida umumiy qon tahlili yoki ayrim asosiy tahlillarga yo'llanma bersa, bu bepul bo'lishi mumkin. Lekin odam o'zi xohlab ro'yxatda bo'lmagan murakkab laborator tekshiruvni, masalan, kengaytirilgan gormonal panel yoki xususiy laboratoriyada tahlil topshirishni tanlasa, bu pullik bo'ladi. Demak, farq nimada? Farq shifokor yo'llanmasi, davlat dasturi va xizmat turida. Ikkinchi yo'nalish ijtimoiy xizmatlar. Yolg'iz yashovchi
o'zi xizmat ko'rsatishi qiyin bo'lgan pensionerlar uchun uyda ijtimoiy yordam, oziq-ovqat va dori olib kelishda ko'maklashish. Hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berish kabi xizmatlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu xizmatlar odatda shunchaki men pensionerman degan har bir kishiga emas, balki ehtiyoj darajasi o'rganilgan. Mahalla va ijtimoiy himoya organlari tomonidan ro'yxatga olingan fuqarolarga ko'rsatiladi. Masalan, bir mahallada 7-6 yoshli aya yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yurishi qiyin, doimiy dori ichadi. Bunday holatda u mahalla raisi, ijtimoiy xodim yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilishi kerak. Agar uning holati tasdiqlansa, ayrim ijtimoiy xizmatlar uchun to'lov qilmasdan foydalanishi mumkin. Lekin yonda farzandlari yashaydigan, daromadi yetarli bo'lgan va doimiy parvarishga muhtoj bo'lmagan pensioner uchun bu xizmat avtomatik bepul bo'lmasligi mumkin. 3-yo'nalish davlat xizmatlari markazlari orqali olinadigan hujjatlar va ma'lumotnomalar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Hamma davlat xizmati pensionerga bepul degan gap noto'g'ri. Ayrim ma'lumotnomalar elektron shaklda bepul beriladi. Ayrim xizmatlarda davlat boji yoki yig'im bor. Ayrim toifalar esa undan ozod qilinadi. 2026 yilda eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, ko'plab ma'lumotlar idoralararo elektron almashinuv orqali olinadi. Ya'ni davlat organi pensionerdan o'zi topishi mumkin bo'lgan ma'lumotnomani qayta talab qilmasligi kerak. Oddiy misol pensioner kommunal imtiyoz. Ijtimoiy yordam yoki davolanish bilan bog'liq murojaat qilsa, undan pensiya olayotganingiz haqida alohida ma'lumotnoma olib keling deyishlari har doim ham to'g'ri emas. Ko'p holatda bu ma'lumot elektron tizim orqali tekshirilishi mumkin. Lekin tizim ishlamay qolsa yoki ma'lumot mos kelmasa, fuqaro pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta bilan borishi kerak bo'ladi. 4-yo'nalish transport xizmatlari. Pensionerlar uchun transport imtiyozlari hududga, transport turiga va mahalliy qarorlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ayrim joylarda pensionerlar shahar jamoat transportida ma'lum kunlarda, ma'lum yo'nalishlarda yoki ma'lum toifaga mansub bo'lsa, bepul yurishi mumkin. Ayrim hollarda faqat urush qatnashchilari, nogironlik bo'lgan shaxslar, mehnat faxriylari yoki alohida ro'yxatdagi fuqarolar uchun bepul bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, transportda imtiyoz masalasida eng avvalo o'z shahringiz yoki tumaningizdagi amaldagi tartibni tekshiring. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi pensioner bilan chekka tumanda yashovchi pensionerning transport sharoiti bir xil bo'lmasligi mumkin. Bir joyda avtobus kartasi orqali imtiyoz ishlaydi. Boshqa joyda esa bunday tizim umuman yo'q. Agar pensionerda maxsus transport kartasi bo'lishi kerak bo'lsa, haydovchiga og'zaki men pensionerman deyish yetarli bo'lmaydi. Kartani rasmiylashtirish, shaxsni tasdiqlash va tizimga kiritish talab qilinadi. 5-yo'nalish kommunal xizmatlar. Bu masala eng ko'p savol tug'diradi. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi olib chiqish kabi xizmatlar bo'yicha pensionerlarning hammasi avtomatik to'lovdan ozod qilinadi. Degan tushuncha noto'g'ri. Odatda kommunal xizmatlar bo'yicha umumiy qoida shuki, iste'mol qilingan xizmat uchun to'lov qilinadi. Lekin ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki kam ta'minlangan oilalar uchun kompensatsiya, subsidiya yoki moliy yordam ko'rsatilishi mumkin. Masalan, 70 yoshli pensioner oyiga 870 ming so'm pensiya olsa, yolg'iz yashasa, qishda gaz va elektr xarajatlari oshib ketsa, u kommunal xizmatlardan to'liq ozod qilinmasa ham ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Buning uchun u mahallaga yoki ijtimoiy himoya markaziga murojaat qiladi. Mutaxassislar uning daromadi, yashash sharoiti, uyda nechta odam ro'yxatda turgani, haqiqatda kim yashayotgani, kommunal qarzdorlik sababi kabi holatlarni o'rganadi. Yana bir misol, pensioner nomidagi uyda aslida 3 ta ishlaydigan farzand yashaydi. Elektr va gaz ko'p sarflanadi. Bunday holatda uy egasi pensioner. Demak, hammasi bepul bo'lsin degan talab o'tmasligi mumkin. Chunki davlat yordami insonning ehtiyojiga qarab beriladi. Agar uyda daromadli oila a'zolari yashayotgan bo'lsa, imtiyoz yoki subsidiya masalasi boshqacha baholanadi. 6-yo'nalish sanatoriy, sog'lomlashtirish va reabilitatsiya. Pensionerlar ayniqsa sog'lig'ida muammo bo'lgan, nogironligi bor yoki mehnat faoliyati davomida kasb kasalligiga uchragan shaxslar sanatoriy yo'llanmalari bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu ham har doim
xohlagan sanatoriyga xohlagan vaqtda bepul boraman degani emas. Yo'llanma navbat tibbiy ko'rsatma tegishli organ qarori va mavjud o'rinlarga bog'liq. Masalan, 67 yoshli pensionerda bo'g'im og'rig'i bor. Shifokor reabilitatsiya tavsiya qiladi. U poliklinikadan tibbiy xulosa oladi, keyin mas'ul tashkilotga yo'llanma uchun murojaat qiladi. Agar u tegishli toifaga kirsa, sanatoriy yo'llanmasi bepul yoki imtiyozli bo'lishi mumkin. Lekin u men dengiz bo'yidagi qimmat sanatoriyga boraman, hammasini davlat to'lasin desa, bu talab asosli bo'lmasligi mumkin. Imtiyoz doirasida aniq belgilangan muassasalar, muddatlar va tartiblar bo'ladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala imtiyozning o'zi bor, lekin undan foydalanish uchun arz kerak bo'ladi. Ko'p pensionerlar agar menga tegishli bo'lsa, o'zlari beradi deb kutadi. Afsuski, amaliyotda ham narsa avtomatik yurmaydi. Ayrim xizmatlarda pensionerning o'zi murojaat qilmasa, tizim uni imtiyoz oluvchi sifatida hisobga olmaydi. Masalan, ijtimoiy yordam, subsidiya, uyda parvarish xizmati, sanatoriy yo'llanmasi kabi masalalarda odatda ariza berish zarur. Ariza yozilmasa, mas'ul organ sizning ehtiyojingizni bilmaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Menga tegishli bo'lsa kerak deb uyda kutmang. Borib yozma murojaat qiling yoki elektron murojaat yuboring. Ikkinchi nozik masala, bepul xizmat faqat davlat muassasasida amal qiladi. Xususiy klinika, xususiy laboratoriya, xususiy transport, xususiy xizmat ko'rsatish markazi o'z narxini belgilashi mumkin. Agar davlat bilan shartnomasi bo'lmasa yoki tegishli dasturga kirmagan bo'lsa, u pensionerga bepul xizmat ko'rsatishga majbur bo'lmasligi mumkin. Shu sababli xizmatdan foydalanishdan oldin bu xizmat davlat dasturi bo'yicha bepulmi yoki pullikmi deb aniq so'rash kerak. Uchinchi nozik masala qarzdorlik. Ba'zi pensionerlar men imtiyozli toifaman, demak oldingi qarzlar ham o'chirib tashlanadi deb o'ylaydi. Bu har doim to'g'ri emas. Imtiyoz kelajakdagi to'lovga, ma'lum xizmat turiga yoki ma'lum miqdordagi kompensatsiyaga taalluqli bo'lishi mumkin. Oldingi qarzdorlikni bekor qilish esa alohida tartibga ega. Agar elektr, gaz yoki suv bo'yicha qarz yig'ilib qolgan bo'lsa, darhol tashkilotga borib hisob-kitob dalolatnomasini so'rash kerak. Ba'zan noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. Ba'zan eski ko'rsatkich kiritilgan bo'ladi. Ba'zan uyda ro'yxatda turgan odamlar soni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'ladi. To'rtinchi nozik masala ro'yxatdan o'tgan manzil va haqiqatda yashash manzili. Ijtimoiy yordam va kommunal masalalarda bu juda muhim. Pensioner bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasa, imtiyoz yoki yordamni rasmiylashtirishda muammo chiqishi mumkin. Chunki mutaxassislar odatda ro'yxatdagi manzil, mulk egasi, kommunal hisob raqam, oila tarkibi va daromadni tekshiradi. Masalan, aya qizining uyida yashaydi, lekin o'zi eski hovlisida ro'yxatda turadi. Kommunal yordam so'raganda tizim eski hovlini ko'rsatadi. U yerda esa boshqa qarindoshlar yashayotgan bo'lishi mumkin. Natijada yordam rad etiladi yoki kechikadi. Bunday vaziyatda avval manzil masalasini tartibga solish, haqiqatda qayerda yashayotganini hujjatlar bilan aniqlashtirish kerak. 5-nozik masala pensioner va ijtimoiy himoyaga muhtoj pensioner tushunchalari bir xil emas. Yoshga doir pensiya olayotgan odam daromadga ega hisoblanadi. Agar uning pensiyasi yuqori bo'lsa, qo'shimcha daromadi bo'lsa yoki oilasida ishlaydigan farzandlari bo'lsa, ayrim yordamlar berilmasligi mumkin, lekin pensiyasi kam. Yolg'iz yashaygan, sog'lig'i yomon, dori xarajati yuqori bo'lgan pensioner alohida himoyaga muhtoj deb topilishi mumkin. 6-nozik masala, xizmat bepul bo'lsa ham qo'shimcha xizmat pullik bo'lishi mumkin. Masalan, poliklinikada shifokor ko'rgi bepul, lekin pullik palata, qo'shimcha qulaylik, navbatsiz pullik xizmat yoki maxsus tekshiruv pullik bo'lishi mumkin. Davlat xizmatlari markazida ayrim ma'lumotnoma bepul, lekin tezlashtirilgan xizmat, notarial harakat, kadastr bo'yicha murakkab xizmat yoki boshqa idora va yig'im bo'lishi mumkin. Shu sababli kvitansiya berishsa, darhol to'lamasdan oldin bu to'lov qaysi norma asosida, qaysi xizmat uchun, pensionerlar uchun imtiyoz bormi deb so'rash kerak. 7-nozik masala, imtiyozni tasdiqlovchi hujjatdagi ma'lumot xato bo'lishi. Pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya bazasidagi ma'lumot. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumot bir-biriga mos kelmasa, tizim rad javobi berishi mumkin. Bunday holatda xodimni ayblashdan oldin ma'lumotlarni tekshirish kerak. Bir harf xatosi ham xizmat ko'rsatishni kechiktiradi. Ayniqsa eski pasportdan yangi ID kartaga o'tganlar
familiyasini o'zgartirganlar, turmush o'rtog'i vafotidan keyin hujjatlarini yangilamaganlar bunga e'tibor bersin. Endi men aniq amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. O'zingizning maqomingizni aniqlang. Siz oddiy yoshga doir pensionermisiz? Nogironligi bo'lgan pensionermisiz? Yolg'iz yashovchi keksanmisiz? Kam ta'minlangan oilaga kirasizmi? Urush yoki mehnat faxriysi maqomingiz bormi? Chunki imtiyozlar aynan mana shu maqomga qarab farqlanadi. Buni bilmasdan turib, menga nima bepul degan savolga to'lov berib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Shaxsni tasdiqlovchi ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olayotganingizni tasdiqlovchi ma'lumot, agar bo'lsa nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosa, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, kommunal hisob raqamlari, daromadlar haqida ma'lumot va oila tarkibi bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman, bularning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Farzandlar ham ota-onasining hujjatlarini tartibga keltirib qo'ysin. Uchinchi qadam, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizga bepul emas deyishsa, xotirjamlik bilan iltimos yozma asosini ko'rsating deng. Agar to'lov talab qilishsa, bu to'lov qaysi xizmat uchun, qaysi qaror yoki tarif asosida undiriladi? Pensionerlar uchun imtiyoz bor yo'qligini tekshirib bering deb so'rang. Ko'p hollarda odam savolni to'g'ri bersa, masala joyida hal bo'ladi. To'rtinchi qadam, davlat xizmatlari markazi. Mahalla va ijtimoiy xizmat markaziga murojaat qilishni bilib oling. Agar masala hujjat, ma'lumotnoma yoki ro'yxatga olish bilan bog'liq bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring. Agar masala ijtimoiy yordam, uyda parvarish, kommunal kompensatsiya yoki kam ta'minlanganlik bilan bog'liq bo'lsa, mahalla va inson ijtimoiy xizmatlar markazi orqali boshlang. Agar masala tibbiy xizmat bo'lsa, avval oilaviy shifokordan yo'llanma oling. To'g'ri eshikdan kirsangiz, vaqtingiz ham asabingiz ham kamroq ketadi. 5-qadam, arizani yozma bering. Arizada ism, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya maqomingiz, so'rayotgan xizmatingiz va nima sababdan yordamga muhtojligingiz aniq yozilsin. Masalan, men yoshga doir pensionerman, yolg'iz yashayman. Sog'lig'im sababli muntazam dori xarajatlarim bor. Kommunal to'lovlarni qoplashda qiynalyapman. Menga mavjud imtiyoz va kompensatsiyalarni tushuntirib, amaliy yordam berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, murojaat aniq bo'ladi. 6-qadam. Har bir to'lov bo'yicha kvitansiya oling. Agar sizdan pul olishsa, keyin tushuntirib beramiz degan gapga ishonib, hujjatsiz pul bermang. Kvitansiya bo'lsa, keyin tekshirish mumkin. Kvitansiyatsiz to'lov esa isbotlanmaydi. Ayniqsa tibbiyot, kommunal xizmat, hujjat rasmiylashtirish va transport kartasi bilan bog'liq joylarda pul qayerga ketayotganini aniq biling. 7-qadam. Rad javobi bo'lsa, uni yozma oling. Ko'pchilik pensionerlar og'zaki rad javobidan keyin uyiga qaytib ketadi. Bu xato. Agar sizga imtiyoz berilmasa, yozma javob so'rang. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Sabab noto'g'ri bo'lsa, yuqori tashkilotga, ishonch telefoniga yoki elektron murojaat portaliga shikoyat qilish mumkin. Og'zaki gapga shikoyat qilish qiyin, yozma javob esa dalil bo'ladi. 8-qadam, farzandlar ota-onasining nomidan yordam bersin. Hamma pensioner ham internetdan foydalana olmaydi. Elektron navbat ola olmaydi. Hujjat yuklay olmaydi. Farzandlar bu ishni mayda masala deb qarashmasin. Bir marta hujjatlarni tartibga solib, imtiyozlarni aniqlab qo'yish ota-onaning har oy pulini tejashi, sog'lig'ini himoya qilishi va ortiqcha sarson bo'lishining oldini olishi mumkin. 9-qadam, har yil tartiblarni qayta tekshirib boring. 2026 yilda amal qilayotgan qo'yda keyingi yilda o'zgarishi mumkin. Tariflar, subsidiyalar, ijtimoiy mezonlar, transport imtiyozlari, sanatoriy yo'llanmalari tartibi yangilanib turadi. Shuning uchun bir marta eshitgan gapga yillar davomida tayanib qolmang. Rasmiy manbadan, mahalladan, davlat xizmatlari markazidan yoki tegishli tashkilotdan yangilangan ma'lumot oling. Xulosa qilib aytaman. 2026 yilda pensionerlar uchun to'lovdan ozod qilinadigan yoki imtiyozli tartibda ko'rsatiladigan xizmatlar bor, lekin ularning hammasi avtomatik va hamma uchun bir xil emas. Tibbiy xizmatlarda davlat kafolatlari, ijtimoiy xizmatlarda ehtiyoj mezoni, transportda hududiy tartib, kommunal masalalarda subsidiya va kompensatsiya, sanatoriyda esa tibbiy ko'rsatma va navbat muhim rol o'ynaydi. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Huquqingizni biling, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang.
har bir to'lovning asosini so'rang. Agar pensioner o'z haqini bilsa, ortiqcha pul to'lamaydi. Sarson bo'lmaydi va davlat tomonidan berilgan imkoniyatdan o'z vaqtida foydalanadi. Agar sizning hududingizda pensionerlardan qaysidir xizmat uchun pul talab qilishgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi xizmat, qaysi tashkilot, qanday vaziyat bo'lganini yozsangiz, boshqalar ham o'rganadi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi keksalarga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikning pulini, vaqtini va asabini tejashi mumkin.